dada sizga hech qachon qoyil qolmaydi. Chunki siz uni pushti kamaridan bo'lgansiz. O'g'lim, yaxshi ham sen bor ekansan. Sen bo'lgan uchun men mana bu yuribman. Demaydi, chunki u sizning dadangiz. Uni hadib tilini qisvermang. Hadib uni ayingiz oldida xijolat qilavermang. Nabaro dada, siz aytgan fikrdan keyin men ishim o'zgarib ketdi. Siz aytgan, siz hali bergan pulus barakali ekan, ko'payib ketgan ekan, uni sabab chiqib qo'yaylik. Dadani sabab chiqib qo'yaylik. Dada, agar siz bo'lmaganingizda o'sha ish bo'lmasdi deb dadangiz tili uzunroq bo'lib tursin. Ayingiz oldida, chunki sizni ham xotiningiz bor, bolalaringiz oldida tilingiz qisilmasligi kerak yo'q. U dada bugun bor, ertaga yo'q, ertaga siz sil obyektingiz ham qaytib kelmas ekan. Dadamizni hech qachon tili qisilib, gapi bo'linib qolishini xohlamaymiz. Dadamiz gerdek yursin. Chunki biz dadamizga nima? O'sha